Bugun Zenda maqola uchun nom o'ylab topamiz. Nom topamiz. Bu qanday nom topamiz? Buni chuqur analiz qilib, mavzuni, maqolalarni ko'rib, ana shu mavzuga oid mavzularni tanlashni o'rgataman. Chuqur analiz qilgan holatda. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bu videoni oxirigacha diqqat bilan kuzatib o'tkazmasdan ko'rsangiz, hammamiz uchun birga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Demak, boshladik. Uning uchun birinchi biz Zen.ru kanaliga, ya'ni saytiga kirib olamiz. Bu yerdan statiya bo'limini tanlaymiz. Ko'rib turibsizlar, statiya bo'limi va bu yerdan katalog tema. Do'stlar, siz ixtiyoriy bir mavzuni tanlashingiz mumkin. Bu yerda o'zingizni yo'nalishingizga qarab tanlashingiz mumkin. Xohlasangiz politika, xohlasangiz общество, xohlasangiz ekonomika, sport, путешествие, kultura farqi yo'q. Men o'zimni yo'nalishim bo'yicha sizlarga ko'rsatib o'taman. Ya'ni рассказы и история. Demak, boshladik. Рассказы история kanalini ko'rib turibsizlar. Mana bu sahifasini ko'rib turibsizlar. 15 ming o'qilgan, 17 soat qo'yilgan, 5-6 ming o'qilgan. Bu qachon qo'ygan? Hozir adashmasam 3 soat oldin qo'yibdi. 3 kun oldin qo'ygani 4847 marta o'qilgan. Bu lentadagi kanalda. Mana shu yerdan olamiz. Buni qanday olamiz? Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Ya'ni bosasiz, eng birinchida turganni bosasiz. Hop, kirib olsagan bo'lar ekan, kirib ko'ramiz, analiz qilamiz, kanalini qanday ketyapti. Bu ya'ni 9247 ta podpischiga bor. Samus degan kanalni nomi Samus. Hozir ko'rib analiz qilamiz. Demak, 6 soat oldin qo'yilgani, hali o'qilmabdi. 7 soat oldin qo'yilgani 116 marta, 8 soat oldin qo'yilgani 388 marta, 9 soat qo'yilgani do'stlar 15 va 10 ming marta o'qilibdi. Albatta rasm qo'yish kerak, ya'ni zagolovka va rasm, sraz rasm qo'yish kerak. Ko'pchiligini da ko'ryapman, buni xohlagan joyingizga qo'yib qo'yasizlar, o'rtasiga qo'yib qo'yapsiz, oxiriga qo'yib qo'yapsiz. Bunaqa qilmaslik kerak. Chunki bu o'qiyotganda tomoshabin uchun tasavvur paydo bo'lishi kerak. Mana shu qiz, mana bu ayol bilan mana bu qizi tasavvurga kiradi, ya'ni o'qiyotganda bu ham bir o'qilishini yaxshilashga olib keladi. Уже boshlabdi. Знаете, есть такая старая затеря, додир, Bogorovka va hokazo va hokazo. Va oxirini ko'ramiz, qanday qilib tugatdi buni. Xo'p. Oxirida ham xuddi shu tekstni o'zi, kommentariyalar bor, donat yoqilgan. Zo'r, yaxshi bo'ladi. Bu birinchisi va shunga o'xshash mavzularni tanlashimiz uchun biz mana bu joyini kopirovat qilib olamiz. Kopirovat qilib olamizda zenstat.ru degan saytga kiramiz va ana shu narsani tashlaymiz, kanal nomini. Qidiramiz, bu topadi. Mana hozirgi kanalimiz Samus degan kanalni topyapti. Bosamiz. Do'stlar, bu развитие контент, ya'ni kontentlari ko'proq путешествие yozar ekan, istoriya ham yozar ekan 23%, kvartira, dom yo'nalishida ham, psixologiya yo'nalishida ham, yeda yo'nalishida ham, avto yo'nalishida ham bor ekan, istoriya yo'nalishida ham bor ekan. Xo'p, bizga o'xshash kanallarni topishimiz kerak. Bu mavzuyimiz bo'lmaydi, bundan boshqa namuna, boshqa bir kanal topamiz. Ya'ni biz shunaqangi bir kanal topishimiz kerak va ana shu kanalni orqali o'xshash kanallarning birgalikda biz birga hammasini integratsiya qilamiz. Mana shu viral bo'lish kerak, ya'ni bitta ko'rganda klik qilib bosib kirish kerak. Mavzuyimiz yorqin bo'lish kerak. Mavzuning nomi, mavzuyimiz ham, mavzuning nomi ham yorqinroq bo'lish kerak. Demak, boshqa kanal topamiz, o'rtoqlar. Qidirishda davom etamiz. Biz taslim bo'lmaymiz deydi-yu. Xudo xolisa hozir kattaroq bir nimadan, mana первый net, я читаю, shuni topaylik. Я читаю 6800. Iloji boricha o'rtacha nimalarni olganingiz ma'qulroq. Agar kattarog'ini oladigan bo'lsangiz, bu ham bo'ladi, lekin hozircha bizga yetadi shu. Я читаю. Shuni topamiz. Я читаю bu kanalni chiqarib bermadi. Sababi bu mana shundan keyingisi meni profilim bu yerda pullik emas, besplatniy esa, shuning uchun bundan keyingisini chiqarib bermadi. Mayli, qidiramiz, buni oxirgi nimalarni o'qiymiz. 3 soat oldingisi 166 marta, 301 marta, 314 marta. Рассказы история deb qidirsak ham bo'ladi. Рассказы история. Mana shu yerga qidirib ko'raylik. Yo'nalishini yozsak ham bo'ladi. Живые страницы, Stella Cagliari, Здравствуйте, Груст, мамочки.
Birinchisini olamiz. Живи страницы. Bu 100% рассказ istoriya yo'nalishida yozar ekan. Aynan bizga shu narsa kerak edi. O'xshash kanallari Tva Iva, Vishne, Businka, Zeleniy. Hali shu kanal o'zini olib analiz qilamiz. Mana bu yerdan Pereti kanal qilamiz. Pereti kanal, ya'ni kanalga o'tib olamiz. Do'stlar, bu kanal juda katta kanal ekan. Mayli, shuni namuna qilib, shuni mavzularidan olamiz. Bomj deb yozgani ham zo'r o'qilib 992 1 soat oldingisi o'sha mingta o'qilyapti buni. 2 kun oldin qo'ygani statiya qilamiz mana bu yerdan. 2 kun oldin qo'ygani 30 mingga yaqin o'qilibdi. 4 kun oldin 2 kunda bir maqola qo'yar ekan, juda ham kam, lekin shunday bo'lsa ham har bitta qo'ygan maqolasi bomba bo'lar ekan. Shuning uchun mana shu maqolalardan olamiz o'rtoqlar. Uzunroq bo'lgan bir yaxshiroqni olib mana shu yerga joylashtiramiz. Ya'ni ochib olyapman. Xo'p, yaxshi o'qilganlardan 34 ming o'qilgani, bu o'qilgani, 31 ming o'qilgani bu. Do'stlar, bitta narsaga e'tibor berishinglar kerak. Bu nima tanlayotgan mavzu nomini tanlayotganingizda albatta kanal eski bo'ladi, yangi bo'ladi, lekin iloji boricha yangiroq bo'lgan maqolalarni, mavzularini olishingiz kerak. Sababi kundan kunga nimalar o'zgaryapti. Shartlar o'zgaryapti, zenni qoidalari. Bu mana shu mavzuni olamiz, do'stlar, e'tibor beringlar. Demak, boshladik. Biz nima ish qilamiz? Mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Biz nima ish qilamiz? Birinchi o'rinda buni mavzusining nomini kopirovat qilib olamiz. Kopirovat qilamizda mana bu yerdagi bizni tekstovoy faylga tashlaymiz va bu yerga raqam qo'yamiz. 1 nuqta deb turib. Bu yerdan pastroqqa tushamizda biz shu mavzuni ozroq qismini olamiz. Ya'ni ozgina bo'lsa ham shuncha paydo bo'lishi kerak. Deyarli hammasini olsangiz ham bo'ladi. Buni olamiz, kopirovat qilamiz, mana shu yerga tashlaymiz va buni chiziqcha bilan ajratamiz. Chiziqcha bilan ajratamiz. Ikkinchisini olamiz, kanalning ikkinchi nomini olamiz. Ne нервите уж большой. Ajoyib. 2 deb nuqta qo'yamiz va pastrog'iga uni hikoyasini tashlaymiz. Rasm ko'ryapsizlarmi? Doim birinchisiga qo'ygan. Hammasida birinchisiga qo'yish kerak. O'qilishlar soni yaxshi bo'ladi. Buni olganimizdan keyin biz tayyorlab olganimizdan keyin Google Gemini'sigami, ChatGPT'gami, Cloud'gami farqi yo'q. Xohlagan bitta sun'iy intellektingizga, ya'ni tekstovoy sun'iy intellektingizga ana shu faylni tashlaysiz. Menga deb mana bu yerga yozamiz. Menga shu faylni chuqur analiz qilib ber deysizda enterni bosasiz. Bu nima qiladi? Analiz qilib beradi fayl nima haqida ekanligini. Ya'ni fayl nima haqida ekanligini biz o'qishimiz kerak. O'qimasdan turib bir nima deya olmaydi. Hozirroq kutamiz. Demak do'stlar, bu analiz qilishni boshladi. Siz taqdim etgan matn asabni biroz egovlaydigan, ammo real hayotda olingan oilaviy va moliyaviy mojarolar haqida 10 ta hikoyadan iborat ekan. Bu matnlarni o'qish hissiy jihatdan og'ir bo'lishi mumkin, chunki ularda insonlarning xudbinligi, manipulyatsiyasi va yaqinlarning ishonchini suiiste'mol qilishi ochiq ko'rsatilgan. Demak, ko'rib turibsizlar, bu juda ham men bu iloji boricha tanlab olganman mavzularni. Ya'ni eng ko'p o'qilgan mavzularni tanlab olib mana shu narsada bitta kanalni o'zidan olmaganman. Turli xil kanallarni, o'xshash kanallarni birgalikda moslashtirib mana shunday qilib chiqib kelganman. Do'stlar, sizlar ham xuddi shunday qilishinglar kerak. Xo'p, endi yaxshi deb yozasiz. Bunga motivatsiya ham berib turish kerak. Yaxshi deysiz. Men Zenda kanal yuritaman. Yozishingiz kerak, kanal yuritaman. Men Zenda kanal yuritaman. Menga 10 ta xuddi shu hikoya asosida mavzu, ya'ni maqola uchun mavzu nomi
topib ber deb Enter bosib yubormaysizlar. Izoh deysizlar. Izoh. Xo'p, mavzu nomini tanlayotganingda, mavzu nomini tanlayotganingda Zen qonun qoidalariga to'liq amal qil va deysiz rus tili auditoriyasi uchun mavzu nom top va buni ichida izoh deysiz. Nimaga? Hozir men ko'rsataman nimaga. Xo'p, izoh deganingizdan keyin Rus, Rossiya. Xo'p, shunday. Mavzuni nomida juda ehtiyot bo'l. Bu mavzu nomi Rossiya qonunlariga to'g'ri kelsin. Do'stlar, bu nihoyatda mayda sababi har bitta mavzu muhim, mavzu uchun nom muhim ahamiyatga ega. Ertaga sizni Zen kanalingizda monetizatsiyadan olib qo'yilishi va monetizatsiyaga ulangan taqdirda ham nihoyatda past bir pul ishlashi bu albatta mavzuyingizning nomiga bog'liq. Nima uchun? Sizni pokazingizni beraveradi, lekin o'qimaydi. Insonlar o'qiydi. Bu ishonch orttirmaydi. Ya'ni ba'zi bir ichidagi gaplar Rossiya Federatsiyasini, umuman rus tili asosiy bu kompaniya Rossiyaniki. Ya'ni Zen kanal o'zi Rossiyaning qonun qoidalariga albatta tushish kerak. Ko'radida Zen sizga kamroq to'lashni boshlaydi. Chunki sizni yozayotgan maqolalaringizning hammasi deyarli qonun qoidalariga to'g'ri kelmasligini hisobga olmaysiz. Shunday yozasizda bitta ixtiyoriy joydan mavzuni olasiz, o'ylaysizki, siz o'ylaysiz, nima deysiz? Bitta mavzu topsam, o'sha mavzuni yozdirib beraveradi prompt deysiz. Yo'q, unaqa emas. Mavzuni shunaqa topishingiz kerak, hamma qonun qoidalariga to'g'ri kelish kerak. Viral bo'lish kerak. Ana shundagina sizni kanalingiz chiroyli yuradi, ishonchli yuradi. Bu narsaga albatta amal qiling, do'stlar. Buni tashlaymiz, ketdi. Enter. Biroz kutamiz. Do'stlar, mana yozib berdi. 10 ta, ya'ni Zen'da hozirgi platforma oilaviy munosabat qaydama kelib mojarolari, moliyaviy chegara haqida hayotiy hikoyalar eng ko'p o'qiladigan va muhokama qilinadigan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Zen qoidalariga ko'ra sarlavha qiziqtiruvchi bo'lishi kerak, ammo ochiqdan ochiq clickbait, aldamchi sarlavha. Buni men o'tganman, mavzu bor. Mana shu clickbait haqida darslik chiqarganman. Buni ko'rishni sizlarga tavsiya qilaman. Haqoratiy so'zlar yoki fojiani bo'rttirib ko'rsatish mumkin emas. Aynan mana shular haqida men albatta darslikda ko'rsatib, maydalab tushuntirib berganman. Shuningdek, Rossiya qonuniga zid kelmaydi. Faqat fuqarolik va oilaviy munosabat asosida sarlavhalar tuzish muhimdir. Siz taqdim etgan hikoyalar asosida Zen auditoriyasi uchun rus tilida 10 ta jozibali va qoidalarga to'liq mos keladigan maqola sarlavhalarini tayyorladim. Kutilmagan mehmonlar va shaxsiy chegaralar haqida. Zen o'quvchilari bunday adolat o'rnatib olganini yaxshi ko'rishadi. Ya'ni buni agar rus tilini bilmasangiz, men ham uncha yaxshi tushunmayman rus tilini, shuning uchun buni tarjima qilib olamiz. Translate, ya'ni qanday tayyorlab berdi, buni ko'rishimiz kerak. Men ularni bo'sh dasturxon bilan kutib oldim. Erimning 8 qarindoshlari 8-martga taklifnomasiz kelganlarida qanday qilib dars berdim. Xo'p, qanday qiladi? Bu o'ziga chaqiradi, ya'ni qanday qilib bo'sh dasturxonga chaqirib oldik, ajoyib tuzib beribdi, malades. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana 10 ta mavzuni tuzib berdi. Nima haqidaligini ham hammasini mana shu mavzu nima bo'yicha ketdi. Maqolalarni yana bitta maslahat beribdi. Maqolalarni joylayotganda sarlavha ostiga
o'quvchilarga savol bilan murojaat qiling. Masalan, как бы вы поступили на место главной героини? Делитесь мнением в комментариях. Albatta, juda zo'r, juda ham ajoyib, zen qoidalariga juda ham tushunib, nima qilibdi. Siz maqola yozyapsizmi, boshida o'zingizga chaqirtiradigan qiling. Ya'ni sizni bot yozib beryapti, prompt orqali yozdiryapsizmi, boshini siz tarjima qiling. Haqiqatan ham o'qiganda sizni yuragingiz jiz etdimi? Ya'ni o'ziga chaqirib oldimi? Buni qo'ying maqolani. Bo'lmasa boshidagi narsasini o'zgartiring. Ya'ni savol tariqasida zenda o'quvchilarga savol tariqasida bering. Boshini albatta savol bilan boshlang. Maqolangiz albatta 90% o'qiladi. Savol bilan boshlang. Chunki qiziqish uyg'otadi. Ana shunda sizning maqolalaringiz Xudo xolasa chiroyli o'qilishi davom etadi. Pakaz beradi. Pakaz bergandan keyin albatta o'quvchi kiradi. Kirgandan keyin siz maqolangizni boshini ko'radi-da, o'qiydi, men haqimda ekan bu deydi, kiradi deb o'qib ketadi. Shuning uchun shoshilmasdan siz maqola yozyapsizmi, shoshilib tap etib qo'yib qo'ymang. Buni o'qib, analiz qilib, keyin qo'yish kerak. Nimaga meni maqolalarim o'qilmayapti, pakazlarim pasayib ketdi, shunga o'xshagan savollar mana shundan kelib chiqadi o'rtoqlar. Xo'p, do'stlar, darsimiz ozgina cho'zilib ketib qoldi. Aytib bermaysizlar. Agar darsimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kichkinagina bir like-chani bosib qo'yasizlar. Ma'qul kelmagan bo'lsa, dizlayk bosib qo'ysanglar ham bo'laveradi, roziman. Ikkinchi, bu narsalarni hammasini men yana bitta narsa ko'rsatib qo'ymoqchi edim, o'rtoqlar. Telegram kanalimda ham o'tib olishingizga sizlarga maslahat beraman. Telegram kanalimda hozircha 80 ta odam bor, lekin bular o'zi boshlashdi, kanal ochishyapti, analizlarni tashlab boryapman. Bu yerda muhokama guruhimizda ham nihoyatda bir nimalar ketyapti. Yaxshi savol javoblar kelyapti, tushunmagan savollarni berishyapti. Mana qo'limdan kelgancha yordam beryapman. Promptlar, hamma narsa darsliklar bo'yicha hamma narsalar tashlab borilyapti. Shunaqa gaplar, o'rtoqlar. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyatiga yetdi. Sizlar bilan yanagi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringlar uchun rahmat.